Kvartiraga pul yig'ib qo'yganlar, shoshmay turinglar. Sizlarning pulingizga mos bo'lgan hovlini topib qo'yganmiz. Toshkent tumani Keles General mahallasida joylashgan 2/4 ta xonadan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizning kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Darvozaxonamizni ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizdan bo'lsa, podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizda uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz o'rnatilgan. Hovlimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, hovlimiz uchun sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Hovlimizning o'rtasida zeleniy zona uchun ham joy ajratilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, hamma kommunikatsiyalari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa, ikkita kolodej qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizning fasadi va devorlariga shunaqa ochiq rangdagi travertin ishlatilgan. Hozir sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan shunaqa koridorni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Hamma xonalarimizda shunaqa ochiq rangdagi chiroyli eshiklarni va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, katta zalimiz joylashgan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa, kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun to'liq iliq pol va sifatli radiatorlar ham tayyor o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga bitta mebel yasattirilsa bo'ldi. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa chiroyli lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yoqda bo'lsa, razdelniy sanuzellarimizni ko'rishingiz mumkin. Sanuzellarimizga hozir aytib o'tganimdek, shunaqa chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Aynan mana shu joyimizda kir mashina uchun mo'ljallangan rozetka, suv turbalari va kanalizatsiya turbalari qoldirilgan. Bu yoqda bitta spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Kompaktli uy qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, детская spalnyamizda joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab shunaqa joy qoldirilgan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Koridorimizning oxirida ham bitta spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Juda ham fazli xonadon. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fazli va juda ham tinch mahalla, chang ko'cha yoki tosh ko'cha emas, yangi asfalt qilingan ekan. Ko'rib turganingizdek, 3 ta yonma-yon uy. Men sizlarga hozir mana shu 3-uyimizni to'liq obzorini qilib qolgan uylarimiz ham sotilyapti. Planirovkalari, sotiqlari bir xil. Uchala uyimizning ham fasadini eni 10 metr, uzunligi bo'lsa 20 metr. Har bitta uyimiz 10-20 joyga tushgan. Uylarimiz tupik ko'chaning eng oxirida joylashgan, juda ham bahavo joylar. Bemalol kelib ko'rib o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.